Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz birodar Müslümanlar, barchamiz Alloh taolo yer yuziga yaratibgina qo'ymasdan inson va jinlarni Alloh taolo o'zigagina, faqatgina o'zigagina sajda qilishlikni buyurgan ekan. Shuningdek, barchamiz o'zimizni haq dinimizni, islom dinida yashab o'tishlikni hammaga tavsiya qilaman. Alloh taolodan duo qilamizki, mazlumlarga Alloh taolo sabr toqat bersin. O'zini yo'lida kurashib yurgan birodarlarimizga Alloh subhanahu va taolo sabr toqat bersin. Barchamizni Alloh taolo haq islom yo'lida yashab o'tishlikni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Jamoatga yetkazishlikni Alloh taolodan so'raymiz. Barchamiz Alloh taolo o'zimizni haq dinimizda yashab o'tishlikni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Yana shu bir orzularimizdan bo'lgan Alloh taoloning jannatiga kirishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Haq dinda adashib yurganlarni Alloh taolo o'zi hidoyatlasin. Barcha mo'min musulmonlarni haq yo'lda, hidoyat yo'lida o'zi vafot toptirsin. Endi kalomida Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taoloning bir oyatida juda bir insonlarga shuni tavsiya etaman. Shu oyatni mazmunini bir o'qib, shuni amal qilib yurishliklarini tavsiya qilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Ya eyyuhallazina amanu la taqunu Alloha va rasul va taqunu amanatukum va antum ta'lamun. Alloh taolo bu oyatda mo'min bo'lgan bandalarga buyuryaptiki, ey iymon keltirgan mo'minlar, Allohga va rasuliga xiyonat qilmanglar va sizlarga bilib topshirilgan omonatlarga xiyonat qilmanglar deyapti. Shu omonatlarni barchasini Alloh taolo bizga omonat qilib bergan ekan. Shundan biz o'zimizga haq islom yo'lida yashab o'tishlikni, shu omonatlarga xiyonat qilib qo'ymaslikni Alloh taolodan so'raymiz. Adashib yomon yo'lda yurganlarga Alloh taolo o'zi hidoyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.